Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga yana bir tahlilchi hamda blogerning O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki va jahon chempionatigacha bo'lgan yo'lini taqdim etgan videosini sizlarga tarjima qilib taqdim etamiz. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agarda ushbu video yoqsa, like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz videoni boshladik. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kovchuyat futbol kanaliga xush kelibsiz. Ilgari Osiyo mintaqasida jahon chempionati saralash bosqichi haqida gap ketganda hazilomuz tarzda shunday deyishardi. Ikki turdagi terma jamoa bor. Biri jahon chempionatiga chiqadiganlar, ikkinchisi O'zbekiston. Chunki ular har safar jannat darvozasiga yaqinlashganda o'zlari adashib imkoniyatni qo'ldan boy berishardi. Ammo yillar davomida o'sha mashhur omadsiz maqomida yurgan O'zbekiston terma jamoasi nihoyat butun xalq o'nlab yillar kutgan ishni uddaladi. Tarixda ilk bor FIFA jahon chempionati 2026 yo'llanmasini qo'lga kiritdi. E'tiborli tomoni shundayki, ular bu yo'llanmani 90-daqiqadagi omad yoki tasodif bilan emas, balki butun Osiyoni tan berishga majbur qilgan haqiqiy mahorat va kuch bilan qo'lga kiritishdi. Agar Osiyo futbolini jangari filmga qiyoslasak, O'zbekiston 30 yil davomida g'orda shug'ullanib, so'ngra tashqariga chiqib, "Kechirasiz akalar, bundan buyon jahon chempionatida men ham borman" deb e'lon qilgan qahramon kabidir. O'zbekistonliklarning Birlashgan Arab Amirliklari BAE bilan durangidan keyingi his-tuyg'ularni tasavvur qiling. Xuddi bir kunda lotereyada yutib boy bo'lib ketgandek. Butun mamlakat quvonchdan portlagandek bo'ldi. Ko'p yillik alamli mag'lubiyatlardan so'ng oq bo'rilar nihoyat 2026-yil yozida Shimoliy Amerikaga boradigan oltin chiptani tishlab olishdi. Bu yo'l qanchalik qiyin bo'lganini tushunish uchun tarixga nazar tashlaylik. O'zbekiston birdaniga kuchayib qolgan jamoa emas. Ular Osiyoning ko'plab gigantlarini ter to'kishga majbur qilgan. Muammo shundaki, ular futbol tilida aytganda juda omadsiz edi. 2002-yilda Ummon bilan o'yindagi so'nggi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gol tufayli, 2006-yilda safardagi gol qoidasi sabab, 2014-yilda esa Koreya dramasidan ham og'riqliroq tarzda 10 ta penalti seriyasida Iordaniyaga yutqazib chiptadan mahrum bo'lishgandi. 2018-yilda esa JHC'ga chiqish uchun Janubiy Koreyani yutish kifoya edi, ammo o'yin durang bilan tugadi. O'zbekistonlik muxlislar uchun jahon chempionati saralash iborasi qo'rqinchli filmni ko'rishdan ham kuchliroq hayajon bag'ishlardi. Shu bois O'zbekiston JHC 2026 saralashidan o'tganda butun Osiyo futbol hamjamiyati nihoyat bu kun ham keldi-da deb hayratda qoldi. Redditda ularni doimo muvaffaqiyatga yaqin, lekin baxtga erisha olmaydigan jamoa deb atashardi. Endi esa hammasi boshqacha. O'zbekiston endi ozgina qoldi deydigan jamoa emas. Ular Markaziy Osiyodan jahon chempionatiga chiqqan birinchi terma jamoaga aylanishdi. Bu chinakam doston. Hozirgi O'zbekistonning eng qo'rqinchli jihati ularda nafaqat ruh, balki haqiqiy oltin avlod bor. Bu bitta super yulduzga tayanadigan jamoa emas. Tarkib bir xil darajada yosh, baquvvat va juda noqulay. O'rtacha yosh 27 atrofida. Futbolchining eng gullagan davri. Ular yugurish uchun yetarlicha yosh va xato qilmaslik uchun yetarlicha tajribali. Eng yorqin yulduz shubhasiz Abduqodir Husanov. Bu yigit O'zbekiston futbolining yangi xazinasi va hozir Man City klubiga tegishli. U haqiqiy himoya yirtiqchi, baland bo'yli, kuchli, tez va harakatlari juda sovuqqon. Bir necha yilda ichki chempionatdan Yevropagacha ko'tarildi. Muxlislar hazil qilishcha, uning qarshi o'ynagan hujumchilar uyga borgacha Google Maps orqali Husanovning cho'ntagidan chiqib ketish yo'lini qidirishadi deyishadi. Keyin esa Fayzulloyev Osiyo himoyachilarini uyqusidan qirqadigan nom. U kichkina bo'lsa ham texnikasi juda g'ayrioddiy. Hacker kabi o'ynaydi. U O'zbekistonning eng katta syurpriz omili. Uni Markaziy Osiyo Messisi desalar, bu bo'rttirish emas.
Eldor Shomurodov kabi Yevropa tajribasi egasi Sardor, Odilbek Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Rustam Ashurmatov kabi qonqardosh futbolchilar bor. O'zbekistonning eng yaxshi jihati, ular 2 qavatli avtobus qo'ymaydi. Ular zamonaviy futbol o'ynashadi. Kuchli pressing, tezkor o'tish va qat'iyat. Kuchlilardan qo'rqmaydilar, kuchsizlarga bepisand qarashmaydilar. Ular xuddi Atletico Madrid kabi Yevropacha intizom bilan Osiyo futboliga xos ayyorlikni birlashtirishgan. Ayniqsa jismoniy tayyorgarlik. 85-daqiqada raqiblar kislorod izlab qolganida, bular xuddi endi mashg'ulotni boshlagandek yugurishadi. Tasavvur qiling, bir vaqtlar ozgina qoldi deyilgan jamoa endi jahon chempionati chiroqlari ostida millionlab odamlar ko'zi o'ngida maydonga tushadi. Agar ular o'z darajasida o'ynasalar, bir kuni telefoningizni ochganingizda O'zbekiston jahon chempionatida butun dunyoni hayratda qoldirdi degan xabarni ko'rsangiz, ajablanmang. Chunki ba'zida eng chiroyli futbol bu kattalar chempion bo'lganida emas, balki kamsitilganlar katta sahnaga chiqib, biz shu yerdamiz deganida namoyon bo'ladi. Mana Markaziy Osiyo oq bo'rilari haqidagi eng qiziqarli hikoya shundan iborat. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi futbol hikoyalarida ko'rishguncha